Bu O'zbekiston YouTube'da hali shu paytgacha qilinmagan IELTS bo'yicha full kursi. Ismim G'ani Shotaboyev, 6 yildan beri IELTS va ingliz tilidan dars beraman. Shaxsiy IELTS balim 8.5 va xalqaro darajadagi CELTA sertifikatiga ega ustozman. Shu paytgacha offlaynda 2000 dan ortiq va onlaynda 1000 dan ortiq o'quvchilar o'qitdim va juda ko'pchiligiga 7, 7.5 va 8 ball olishiga yordam berdim. Qaniydi 6 yil oldin IELTS 8 olaman deb qiynalib yurgan paytlarimda bu ma'lumotlarni menga kimdir aytganida. Balki o'sha paytda birinchi urinishda 8 emas, 8.5 olgan bo'lardi. Agar bu darslikni keyin ko'raman deb ba'zi odamlarga o'xshab saqlab qo'yadigan bo'lsangiz, ishonavering baribir ko'rmaysiz. Shuncha foydali ma'lumotdan quruq qolib ketasiz. Bu video davomida listening, reading, writing, speaking va vocabularyni qanaqa oshirish bo'yicha to'liq study plan olasiz. Shu yilning oxirigacha IELTS dan 8.5 olib hayotingizni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, bu darslikni oxirigacha ko'rishingiz kerak. 7+ olaman deb maqsad qo'yasiz, lekin bu bilan bir necha yillarni o'tkazib yubordingiz. Maqsadingiz IELTS 7+ olish, lekin hali ham natija yo'q. Buning sababi sizda tizim yo'qligi. Bu videoda sizlar bilan IELTS dan 7, 7.5, 8 va 8.5 olishga yordam beradigan 5 tizimli bosqich haqida gaplashamiz. Video davomida sizlarga har bitta qilishingiz kerak bo'lgan ishni ipidan ignasigacha tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda qilishingiz kerak bo'lgan narsa mabiyoni o'zgartirish. Mindset shift. Chunki siz agar ko'proq test bajarsam, balandroq natija olaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu noto'g'ri qarash bo'ladi. Agar siz mabiyoni o'zgartirmaydigan bo'lsangiz, hali ham o'sha 5.5-6 bilan qolib ketaverasiz. Chunki ko'pchilik o'quvchilar aytadi, hamma Cambridge materiallarini tugatdim, endi nima qilay deydi. Keyin men savollar beraman. Qancha so'z yodladingiz o'sha Cambridge materiallarni bajarganda? Qanchalik effektiv bajardingiz testlarni? Qanchalik siz xatolaringizni tahlil qildingiz? Bu savollarga agar javob bera olmasangiz, demak siz testlarni prosta waste qilyapsiz. O'shaning uchun har bitta testni siz detalni tahlil qilishga odatlanishingiz kerak bo'ladi. Kuniga 10 talab test bajarish emas, kuniga bittagina passage bajarib, o'shani to'liq analiz qiladigan bo'lsangiz, o'shandagina natija bo'ladi. Ya'ni ko'proq test bajarish balandroq natija degani emas. Bilasizlarmi, juda ko'pchilik IELTS o'qiyotganlar siqilib ketgan, bezib ketgan IELTS dan, chunki bu shunchaki test. Maqsadi IELTS dan 7+ olish faqatgina test bajarish kerak deb o'ylaydi. Lekin men nima deyman? Hayotni ingliz tiliga bog'lash kerak. Har bitta qilayotgan ishingizni ingliz tiliga o'zgartiring. Masalan, siz qanaqadir fan o'rganmoqchimisiz, qanaqadir til o'rganmoqchimisiz, qanaqadir boshqa bilmadim, balkim pishiriq qiziqarsiz, balkim har xil retseptlar o'rganmoqchisiz. Uni hammasini ingliz tilida qiling. Agar siz hayotingizni ingliz tiliga bog'laydigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan sizni IELTS skoringiz ham balandlashib ketaveradi. Mana shunaqa o'quvchilarim bor. IELTS haqida bilmaydi ham. Faqat qanaqadir fanlarni o'rganib yurgan ingliz tilida va shunda IELTS ga kiradi, 7.5 olib chiqadi. Ba'zi o'quvchilarim bor, ingliz tili bazasi past, 5.5 da qotib qolgan va qayta test bajaraveradi. Nima deyman? Qanaqa sohaga qiziqadigan bo'lsangiz, o'shani ingliz tilida o'rganishni boshlang. Marketingga qiziqasizmi? Marketing bo'yicha qanaqadir webinarlar, qanaqadir prezentatsiyalar ko'ring. Pishirishga qiziqadigan bo'lsangiz, qanaqadir retseptlar, qanaqadir cookery showlar bor masalan. O'shalarni ko'ring. Teachingga qiziqasizmi? Har xil teaching bo'yicha tutoriallar, qanaqadir mavzular bor masalan. Hammasini ingliz tilida ko'rishni boshlang. Qanaqa qiziqishingiz bo'lsa, ingliz tiliga bog'lab oling. Va yana juda ko'p o'quvchilarni bilaman, 2-3 yildan buyon IELTS ga tayyorgarlik ko'radi va o'shani ichida qolib ketgan. Boshqa maqsadlari, o'qishga kirish, har xil kattaroq maqsadlari bor, lekin IELTS ichida qolib ketgan. Men buni o'quvchilarga nima degan bo'lardim? Aniq bir maqsad va aniq bir muddat belgilang. O'sha bir topshirib qolarman-da, yoki bir 2-3 oyda topshirarman-da, yoki keyingi yilga qolar balkim. Endi vaziyatga qaraymiz, holatga qarab, unaqa narsalar ketmaydi o'rtoqlar. Aniq bir maqsad qo'yiladi, aniq bir reja tuziladi, shunga qarab harakat qilinadi. Olmasam mana shu muddatda olaman. Endi bu anaqa bir qisqa vaqt ichida katta natija olaman degani emas. O'zingiz hozirgi holatingizni mock topshirishingiz kerak bo'ladi. O'quv markaziga qanaqadir reliable CDI mock centerga borib, avvalo mock topshiring. Hozirgi ballingizni, hozirgi holatingizni ko'ring. Listeningdan qanaqa, readingdan qanaqa, writing, speakingdan qanaqa. Endi o'shalarga qarab siz keyin reja tuzsangiz bo'ladi. Iloji boricha mentoringiz bo'ladigan bo'lsa, o'qituvchingiz bo'ladigan bo'lsa, spesifikroq reja tuzing. Menda 3 oy vaqt bor, mana mashnaqa darajalarga chiqish uchun menda nima qilishim kerak deb so'rashingiz kerak bo'ladi. Endi men nima deyman? Umuman qaraganda har oyda yarim ballga o'sishingiz mumkin. Ya'ni IELTS overall ballni men o'zimning tajribamdan, meni o'quvchilarimning tajribasidan kelib chiqqanda har oyda yarim ball o'sish mumkin. Hozirgi holatingiz 5 bo'ladigan bo'lsa, bir oy ichida biz bemalol 5.5 qila olamiz. Agar qattiq intizom bilan, tizim bilan harakat qiladigan bo'lsangiz va 5.5 dan 7 ga chiqish uchun taxminan sizda 3 oy vaqt kerak bo'ladi. Bunda ham harakat qiladigan bo'lsangiz qattiqroq. Agar prosta sust harakat qiladigan bo'lsangiz, u 6 oyda ham 7 qila olmaysiz. Ishoning, tizim bo'lishi kerak, maqsad bo'lishi kerak, muddat bo'lishi kerak. Mana shu narsalarga urg'u berib, spesifikroq plan tuzib chiqish kerak bo'ladi. Maqsad ham qo'ydingiz deylik, lekin kundalik vazifalarni baribir bajarmayapsiz.
Nimaga bilasizmi? Chunki sizda spesifikroq reja yo'q. Ya'ni har kunlik rejalaringizni siz qachon qilishingiz, qayerda qilishingiz va qay holatda, balkim qaysi xonada qilishingizni siz aniq belgilamagansiz. Ishoning, bu narsa juda kichkina, mayda detal bo'lib ko'rinadi, lekin aynan sizni bajarish ehtimolingizni oshirish uchun shularni belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Reja tuzamiz, to-do listimiz bor, lekin nimaga kunning oxirida 20-30% ni bajargan bo'lamiz? Bu juda ko'p vazifa berib olganimizdanmi? Yoki vazifalarni biz tartiblab, qaysini qachon, qaysi ketma-ketlikda bajarishimizni aniqlamaganimizdanmi? Masalan, men qanaqa qilardim? O'qishda o'qib yurgan paytlarim har kuni ertalab uyqudan turgandan keyin podkast eshitardim 1 soat. Keyin universitetga borishimga to'g'ri kelardi. Ya'ni bu avtobusda yarim soat vaqtim olardi. Shu paytda men yana podkast eshitib, qanaqadir o'zim uchun note taking qilib ketardim agar sharoitim bo'ladigan bo'lsa. Bo'lmasam passive listening qilib ketardim. Va qaytishda ham xuddi shunaqa avtobusda qaytardim. Bu ham yarim soat. Va bu yarim soatda men lug'at o'rganishga ishlatardim. Ya'ni qo'limda flashcardslar tuzib olib, o'sha har kuni qaytishda bu so'z mamlaqa ekan, bu so'z mamlaqa ekan deb har kuni takrorlab kelardim. Ya'ni keyin speaking qilmoqchi bo'lsam, borib oshxonada tinchroq joy bo'lgan, oshxonaga ko'pchilik kirmaydigan joy bo'lgan. Endi biz studentlar bilan hammamiz 4ta 5ta bo'lib yashaganmiz. Oshxona tinchroq joy bo'lgani uchun soat 2 larda men uyga kelganimdan keyin o'sha joyga kirib speaking qilardim 1 soat. Ya'ni siz reja tuzganda ketma-ketligini o'zi ertangi kuningizda siz o'sha bugun rejangiz bo'lishi kerak bo'ladi. Agar unaqa rejangiz bo'lmasa, randomly bo'lib ketaveradi. Nimani qachon qilish, qayerda qilishni bilmaysiz. Har kuni uxlashdan oldin reja tuzamiz. Ertaga mana bu paytda mana bu joyda bo'laman, mana bunaqa paytda mana bunaqa bu vaqtda men mana bunaqa foydalansam bo'lar ekan degan narsa bo'ladi. Va yana bitta juda ham muhim narsa bor, bu dars qilish uchun to'g'ri materiallar tanlash. Bilasizlarmi, juda ham ko'p o'qituvchilar millionta kitob tavsiya qiladi. Har xil kitoblar, eng qizig'i bu kitoblarni tugataman deyishga bu odam umri yetmaydi. Va o'quvchilar ham tabiiyki confused bo'lib qoladi. Ya'ni chalkashib qoladi. Qaysidan boshlay, nimadan boshlay, nimaga e'tibor beray, buni qilsam nima bo'ladi, men bu skillni qanaqa oshiraman? Agar sizda ham shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, xuddi menda ham bo'lgan bu narsa. Har xil kitoblarni bajarib ko'rib, vaqtim o'tib ketgan, vaqtim ketib qolgan, chunki shunaqa reliable materiallar bor, shunaqangi qiyinki, bu sizga progress berish o'rniga depressiyaga tushirib qo'yadi. Chunki ba'zi materiallar, ba'zi testlar juda ham qiyin bo'ladi. Bularni o'sha o'qituvchilar band 9lar ham mesela 7.5 oladi bundan. Ba'zi testlar juda oson bo'ladi. Bir intermediate bosqichdagi odamlar ham 7.5 olib qo'yadi. Masalan, o'shaning uchun nima deyman? To'g'ri material tanlash juda ham muhim. Agar listening reading bo'yicha material qidirayotgan bo'lsangiz, hali ham o'sha klassik Cambridge Books'lardan ishlating. Ya'ni Cambridge materiallari bor, birdan adashmasam 20 gacha chiqqan va o'shani 7 dan boshlab 7 dan to 20 gacha bajarsangiz bo'ladi listening reading uchun. Endi vocabulary, grammar va writing bizning eng og'riqli nuqtalarimizdan va budan oshiraman deb o'quvchilar buni ham oylab, yillab vaqt ketib qoladi va ko'pchilik bularga e'tibor ham bermaydi, eng qizig'i. Lekin bularni e'tibor bermasdan siz keyingi bosqichga 7+ga chiqa olmaysiz. Agar sizda ham nimadan boshlashni, qanaqa boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, sizda ham shu muammo bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'zimda ham bu muammo bo'lgan bir paytlari student paytimda grammatikani qanaqa oshiraman, vocabulary qanaqa oshiraman, qanaqa kitobda ishlatsam bo'ladi, qaysi kitobdan keyin qaysi kitobni ishlatishim kerak. Aynan shu muammo o'zimda ham bo'lgan. Agar sizda ham xuddi shu muammo bo'ladigan bo'lsa, men sizlar uchun special guide yaratib qo'yganman. Ya'ni bu guide ichiga grammatika, vocabulary va writing uchun qanaqa materiallar tavsiya qilaman, qanaqa nimadan boshlash kerak bo'ladi, qanaqa darajada qanaqa kitob ishlatsa bo'ladi, har bittasini detalli tushuntirib qo'yganman. Kirib yuklab olishinglar mumkin. Buni Telegram kanalimga yuklab qo'ydim. Buni ham linkini pastda qoldiramiz. Demak, ayb sizda emas. Sizda ham o'xshaydi, sizda ham 7+ chiqadi. Qolganlar erishgan natijalarga siz ham erisha olasiz. Shunchaki sizga to'g'ri tizim kerak. To'g'ri tizimni quradigan bo'lsangiz, vaqtingizni boshqarishni o'rganadigan bo'lsangiz va to'g'ri materiallarni ishlatadigan bo'lsangiz va asosiysi to'g'ri mentor bo'ladigan bo'lsa, sizda natijaga siz o'ylagandan ancha tezroq erisha olasiz. Va hozir sizga bitta taklif beraman. Agar bu darslikni tugatib bo'lgandan keyin keyingi step nima, endi nima qilaman, har bittasini qanaqa qilib ketaman yoki masalan 1-2 kundan keyin to'xtatib qo'ysam-chi dangasalik qilib deyotgan bo'lsangiz, demak men sizga IELTS Max kursimni taklif qilishim mumkin. Bu kurs davomida siz nafaqat IELTS, balki hayot tarzingizni yaxshilab olishingiz mumkin. Nega aynan IELTS Max kursi? Bu kursimiz intensiv kurs bo'lib, intizom ustiga qurilgan kurs. 2 oy ichida siz bilan birgalikda disiplina qurib, IELTS dan yarim balldan 2 ballgacha o'sishga yordam beramiz. Biz bu kurs davomida faqatgina IELTS savol turlari bilan cheklanib qolmaymiz, chunki har bitta haftamiz alohida mavzularga bo'lingan va alohida mavzular bo'yicha topic specific vocabulary bo'ladi. Har bitta qiladigan ishimiz, listening, reading, writinglarimiz ham o'sha mavzuga bog'langan bo'ladi. Masalan, bitta mavzuda, bitta haftaga biz crime mavzusini tanlaydigan bo'lsak, hamma qotki ishlarimiz crime ga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bizda idea, vocabulary hammasi
tayyor bo'ladi. Bundan tashqari siz bilan birgalikda erta turish, kitob o'qish va social media detokslar ham qilamiz. Bu o'quvchilarimni kurslarimiz haqida fikrlari. Videoni pauza qilib, shu joyda o'qib olsangiz bo'ladi. Ushbu dasturga qo'shilib, biz bilan birgalikda yuqori natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, pastda havola qoldiramiz. Ro'yxatda o'tadigan bo'lsangiz, sizga menejerlarimiz aloqaga chiqadi. 95% o'quvchilar IELTS listeningga xato tayyorgarlik ko'radi desamchi. O'quvchilar qayta test bajarishadi, lekin natijalari 6-6,5 da qotib qolgan. Listeningdan 9 olish uchun sizga qanaqadir super miya yoki super fokus kerak emas. Sizga shunchaki to'g'ri yondashuv kerak. Bu videoda sizga listening 9 qilish uchun 5 bosqichli reja beraman va videoni oxirigacha ko'rgan barchaga listening bo'yicha hamma yig'ib qo'ygan materiallarimni sovg'a qilaman. Birinchi o'rinda maqsadli podkast eshitishni boshlang. To'xtang. Men sizga har qanaqa podkastni to'g'ri kelgan podkastni eshitavering demoqchi emasman. Hozir sizlar bilan har bitta listening partiga alohida to'xtalamiz. Listening part 1 uchun asosan Cambridge'dagi materiallardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Cambridge'da part 1, listening part 1 materiallarini eshitib, tahlil qilib, ularni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Listening part 2 da asosan bitta odam gapiradi. Shuning uchun men sizlarga solo podkast kanallarni ko'rishni tavsiya qilaman. Masalan, Mel Robbins bor yoki shunga o'xshagan har xil odamlar o'zi gapirib chiqadigan videolarni, o'zi gapirib chiqadigan podkastlarni YouTube dan qidirib ko'rsanglar bo'ladi. O'zingizlar qiziqqan mavzularni topib ko'ringlar. Listening part 3 da esa asosan ikkita odam bitta mavzuni olib debate qiladi. Ya'ni bu akademik mavzu bo'lishi mumkin yoki qanaqadir university settings bo'lishi mumkin. Ya'ni universitetdagi ikkita o'quvchi qanaqadir mavzuni olib debate qiladi, uni discuss qiladi. Agar siz ham shunaqa turdagi debatelarni ko'radigan bo'lsangiz, shunga o'xshash mavzudagi debatelarni ko'radigan bo'lsangiz, bu sizni part 3ni oshiradi. Men bunga masalan misol qilib ayta olaman, Diary of CEO yoki Joe Rogan podkastda aynan bitta mavzuni olib, ular ko'proq discuss qilib har tomonga tortishadi. Bu podkastlarni ko'rib, aynan o'sha o'zingizni listening part 3 ga tayyorlasangiz bo'ladi. Part 4 da esa bitta odam lecture o'qiydi, ya'ni bitta odam bir xil tonda o'qiydi. Bunda xayolingiz ketib qolishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Xuddi universitetda o'tirib, qanaqa leksiya eshitadigan bo'lsangiz, unda ham xuddi part 4 da ham shunaqa leksiya o'qiydi. Bu uchun sizda note taking skills, abilities rivojlangan bo'lishi kerak va bitta odamni uzoqroq term, ya'ni bir xil tonni uzoqroq muddatda eshita olishga sizda immunitet shakllangan bo'lishi kerak bo'ladi. Agar bu narsani eplay olmasangiz, part 4 da hayolingiz ketib, ancha savolni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Va buning uchun men sizga TED Talk va shunga o'xshagan qanaqadir lecturesni ko'rishni tavsiya qilaman. YouTube ga shunday lectures yoki TED Talk deb qidiradigan bo'lsangiz, har qanaqa mavzuda chiqib keladi. Ikkinchi step fokusni oshirish. Juda ko'pchilik o'quvchilarda hozir muammo bo'layotgan narsa bu listeningda xayoli ketib qolib, bir nechta savollarni o'tkazib yorib, bali tushib ketishi. Nimaga bu fokusda muammo bo'layapti aslida? Birinchi o'rinda bizdagi qo'rquv va bosim. Ya'ni biz juda ko'p o'ylaymiz imtihondamiz, ota-onamiz nima deb o'ylaydi, qo'ni-qo'shni nima deb o'ylaydi, o'rtog'imiz baland ball olgani yoki bir umuman olib qaraganda uyda svetni o'chirganmizmi, gaz o'chirganmizmi, shunga o'xshagan har xil narsalarni biz o'ylab o'tiramizda. Imtihonda hamma narsani unutishimiz kerak bo'ladi. Imtihonga kirdingizmi, bo'ldi. Forget everyone. Hammani unutamiz va fokusimizni faqat testga beramiz. Endi bu qanaqa qilamiz deydigan bo'lsangiz, o'sha imtihon boshlanishidan oldin ko'zingizni yumib, xotirjam bo'lib, chuqur nafas olib, просто focus modga kirib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni hamma narsani unutib xotirjamlikka tushishingiz kerak bo'ladi. Chuqur nafas oladigan bo'lsangiz, bu stresslarni haydab, sizni calm, ya'ni xotirjam holatga keltiradi. Va bizda hozir juda keng tarqagan rad qilib bo'lmas social media vabosi bo'lyapti. Ya'ni biz TikTok, Instagram, YouTube Shorts ko'raverib, bizning attention spanimiz dahshatli darajada pasayib ketgan. Ya'ni biz oldingichalik uzun kinolarni ham ko'ra olmaydigan bo'lib qolganmiz. Soatlab kitob o'qiy olmaydigan bo'lib qolganmiz. Va bu uchun buni yechimi shunchaki bulardan voz kechish. Ishoning imtihoningizgacha TikTok, Instagram, YouTube Shortsdan voz kechib, faqatgina long term videolar, long term podcastlarni ko'rish boshlasangiz, listeningdagi fokusni ancha oshganini sezasiz. Demak, meni tavsiyam qisqa videolarni unutib, uzunroq podcastlarni, uzunroq videolarni, qanaqadir kinolarni ko'rish boshlash kerak ekan imtihoningizgacha. Miyani train qilsa bo'ladi. Miya bu muscle. Biz hozir qisqa 30 sekundlik, 20 sekundlik narsalarni ko'raverib, miyamizni shunaqa sabrsiz qilib qo'ygan. Agar miyamizni biz shu narsaga moslashtiradigan bo'lsak, uzun narsalarni oz-ozdan 5 minut, 10 minut, 15 minutdan sekin-sekindan qo'shib kengaytirib boradigan bo'lsak, biz bir oy ichida zo'r natijaga chiqa olamiz. Bemalol xotirjam, yarim soat, 1 soatlik narsani ham bitta o'tirishda ko'rib qo'yadigan bo'lamiz. Uchinchi tavsiyam teskarisini qiling. Ya'ni bizda juda ko'pchilik o'quvchilar hozir
qayta test bajaraveradi, lekin natijasi o'smaydi. Bitta testni bajaradi, o'taveradi, keyingisini bajaradi, o'taveradi. Hatto o'quvchilardan so'rayman. Cambridgeni masalan, mana mana shu testlarni bajarsangiz bo'ladi desam, buni bajarib bo'lganman deydi. Unda men bu yerda official guide yoki bu testlar bor desa, uni ham bajarib bo'lganman deydi. Ya'ni bajarishga test qolmagan. Lekin natijangiz necha desa, shu 6.5 qotib qolgan, 7 ga oshira olmayapman deydi yoki 5.5 bo'lib qolgan. Ularda xuddi fake dopaminga o'xshaydi. Ular bajaryapti. Ular xuddi bir qilsam bo'ldi. To-do listini tik qilsam bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin aslida unaqa emas. Agar shunchaki bajaradigan bo'lsangiz, bu sizni natijaga olib chiqib qo'yadi degani emas. Ya'ni teskarisini qiling deganda men nima demoqchiman? Hamma full test qiladigan bo'lsa, siz full test qilmasdan qiynaladigan partlaringizni qiling. Masalan, men o'zim shaxsan imtihonga kirishdan oldin part 2 bilan part 3 ni ko'proq bajaraman, chunki u yerda matching bor, multiple choice bor, maplar bo'lishi mumkin. Bular masalan menga qiyinroq bo'ladi part 1 bilan part 4 ga qaraganda. Agar sizda ham part 1, part 4 da muammo bo'lmaydigan bo'lsa, ularni qilib nima qilasiz? Undan ko'ra qiynaladigan savol turlaringizga ko'proq ishlash kerak bo'ladi. Bu bilan siz vaqtni ham tejaysiz, tezroq natijaga ham chiqasiz. Shu joyda faqat test bajarish o'zi yetarli emas. Ya'ni 4-qadamga kelyapmiz. Bu yerda har bitta qilgan testimizni qayta tahlil qilishimiz kerak bo'ladi. Bilaman, juda ko'pchilik odam aytgan, sizga tahlil qil testingni tahlil qil, lekin qanaqa tahlil qilish o'rgatmagan bo'lishi mumkin. Yoki umuman qaraganda siz testlarni tahlil qilish kerakligini bilasiz, lekin tahlil qilmaysiz. Hafsalangiz bo'lmaydi, disiplina yo'q. Har safar test bajarasiz, tahlil qilishga kelganda dangasalik qilasiz. Masalan, men onlayn kursimda o'qiydigan o'quvchilarimni test tahlillarini ko'rishingiz mumkin mana ekranda. Ular har bir bilmagan so'zini yozib, ularga keywordlar yozib, ularga paraphraslar yozib, har bittasini detalni tahlil qilishadi. Va buni biz 30 kun davomida to'xtamasdan qilamiz. Ishoning, bu narsani shunchaki qilib yurgan, ya'ni juda ko'p test qilmasdan kuniga bittagina test qilib yoki bittagina part qilib, o'shani tahlil qilib, mana shu holatda 1 oy qiladigan insonda o'zgarish dahshatli darajada bo'ladi. Ya'ni haqiqatan o'zgarishni ko'rasiz. Comprehensionda o'sish bo'ladi. Sizdagi testga yondashuvda o'sish bo'ladi va balingiz o'z-o'zidan ko'tarilishi boshlaydi. Demak, testlarni tahlil qilishimizdan ikkita maqsadimiz bor ekan. Lug'at va sinonimlarni o'rganish va keyingi safar xuddi shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa case'lar bo'ladigan bo'lsa, biz bu xatolarni qilmaslik. Step 5. Ishoninglar, ochiqchasiga bu narsani men hamma yoqda ham aytavermayman. Endi oxirgi texnikaga keldik. Aynan shu texnika menga 8 dan 9 ga chiqarishga yordam bergan. 8 da stuck bo'lib 1 oycha yurganman, qayta bajaraverganman. Har safar nimadir yetishmagandek bo'lardi. Ya'ni 9 ga juda yaqinlashib qolgandim, lekin har safar nimadir yetishmagandek bo'lardi. Listening ba'zida tezlik tuyulib ketardi, ba'zida ulgurmasdan qolardim, ba'zida savollarni tahlil qilishga ulgurmasdim. Xullas shunaqa holatlar bo'lgandan keyin bitta texnikani men o'sha paytda discover qilib qolganman. Va bu speed listening. Buni hamma ham qila olmaydi, hammani ham motivatsiyasi bu narsaga yetmaydi, chunki motivatsiya tushib ketadi, boshlanishiga pastroq ball chiqadigan bo'lsa. Va buni yordamida siz brain processni ancha oshirib ola olasiz. Ya'ni siz tasavvur qiling, 1x da eshitadigan Cambridge testlarni, bajaradigan Cambridge testlarni siz 1.5-2x da bajaryapsiz. Va tasavvur qiling, siz endi bu tezlikka o'rganyapsiz, moslashyapsiz 1 oy davomida. Va endi normal listening bajaradigan bo'lsangiz, odatiy listening qo'yadigan bo'lsangiz, sizga shunaqangi oson tuyuladiki, bu oson, ya'ni sekin tuyuladi va bundan bemalol siz o'sha choy ichib bajarsangiz bo'ladi. Ochiqchasiga aytyapman, o'zimda shunaqa bo'lgan. Ya'ni listeningda 1.5-2x da bajargandan keyin men odatiy speeddagi 1x dagi speedda bajarib ko'rganda menda juda sekin bo'lib qolgan. O'shandagina men tahlil qilishni qanaqadir ma'noda oshirib olganman. Tahlil qilish texnikamni, eslab qolish texnikamni va tez etib ketayotganda ilib olish texnikamni shu yordamda oshirib olganman. Videoni boshida sizlarga listeningni 9 qilish uchun study plan beraman degandim. U study planning ichida listening CDI testlar, sizda eshitishingiz kerak bo'lgan podkastlar, artikellar hammasi saralangan. Sizga bemalol 1 oyga, xudo xohlasa, 1 oy ichida listeningni 9 qilishga yetadi. U kanalning linkini videomiz pastida qoldiramiz. Tez o'tib, bot orqali olishingiz mumkin. Bir paytlari men ham xuddi sizga o'xshab readingdan qiynalib yurardim. Reading balim 6.5 qotib qolgan, readingni 1 soatda tugata olmasdim, lug'at yodlasam esimda qolmasdi, lug'at yodlash men uchun juda ham zerikarli protsess bo'lgan va tekstni o'qisam baribir tushunmasdim, shuning uchun readingdan ko'nglim sovib ketgandi. Tepadagi muammo agar sizlarda ham bo'ladigan bo'lsa, demak bu darsni oxirigacha ko'rishingiz shart. Men sizlarga readingni 5.5-6 dan to 9 gacha olib chiqish uchun tayyor reja tuzib beraman va videoni oxirigacha ko'rgan barchaga 30 kunda reading ballingizni 9 qilish uchun tayyor materiallar ham beraman.
Darsimizni boshlashdan oldin men sizga bambuk hikoyasini aytib bermoqchiman. Bambuk urug'ini ekar ekansiz. 1-yili, 2-yili, 3-yili, 4-yili hech nima sodir bo'lmas ekan. Endi hafsalangiz pir bo'lib, endi bo'ldi give up qilaman, baribir chiqmas ekan deganingizda 6 haftada 30 metrga yetar ekan. Yana tasavvur qilyapsizmi? 4 yil kutyapsiz, hech nima sodir bo'lmayapti, hech nima chiqmayapti, hech nima unib chiqmayapti, lekin 5-yili tasavvur qilib bo'lmas mo'jiza bo'lyapti. Juda katta o'sish bo'lyapti. Tip-tekis bo'lgan joydan 6 hafta ichida 30 metrgacha bambuk unib chiqyapti. Demak, 4 yil unda bekorga ketdimi? Yo'q, aslo. U 4 yilni bekorga sarflagani yo'q. 4 yil u tomir yoyarkan, tomirini kuchaytirib, keyin bu yoqqa otarkan. Chunki agar tomiri kuchli bo'lmasdan o'sadigan bo'lsa, bambuk oson sinib qolishi mumkin ekan. Nega o'zi bu hikoyani sizga eslatdim? Ya'ni readingda ham xuddi shunaqa ekan. Hozir natija chiqmayotgan bo'lishi mumkin. Qayta-qayta test bajaryapsiz, qayta-qayta lug'at o'rganyapsiz, natija bo'lmasligi mumkin, lekin bir kun bo'ladi. Siz hozir vaqtingiz zoya ketmayapti, siz test bajaryapsiz, tahlil qilyapsiz, vaqtingiz zoya ketmayapti. Shunchaki siz hali fundament quryapsiz. Fundament qurib bo'lgandan keyin sizda ham natijalar chiqishni boshlaydi. Men o'zim eslayman, imtihonimdan oldin, imtihonimga bir oy qolgan, qayta test bajaryapman, natija chiqmayapti. 6.5. Siqilib ketgan ustozimga borib aytganman. Ustoz, nimaga bunaqa bo'lyapti? Men har qanaqa test bajaraman, tushunyapman, hamma narsa joyida. Nimaga bunaqa bo'lyapti deganimda, siz sabrli bo'ling, hali o'sadi. Siz shunchaki qilayotgan ishlaringizni davom eting deganlar. Va bir haftadan keyin 6.5dan menda readingim 8.5-9 chiqishni boshlagan. Bu degani qanaqadir men bir haftada zo'r bilim olib, zo'r qildim degani emas. O'sha paytgacha men baza yig'ib kelganman va shundan keyin imtihon atmosferasida test bajarish boshlagandan keyin вообще dahshat natijalar chiqishni boshlagan va men o'zim ishonmay qolganman. Bu shunchaki omadmi yoki rostdan shunaqa natijaga chiqdimmi deb va 4-5 marta test bajarganda ham 8.5, 9 chiqqandan keyin ishonganmanki, ha, demak, shu paytgacha men 2 oy davomida baza qurganman va 3-oyda menda natija chiqishni boshlagan. Aynan sizda ham shu holat bo'layotgan bo'lsa, men sizni hammadan ham ko'proq tushunaman. Shaxsan o'zimni o'sha 2 oy davomida qilgan narsam bu ko'proq lug'at o'rganish edi. Ya'ni biz bu yoqda fundament qurish, lug'at bazasi ekan. Ya'ni shu joyda aytaman, learning vocabulary is a must. Buni har doim odat qilishingiz kerak bo'ladi. Nomi bilan o'zi reading sizni tushunish darajangizni tekshiradi. Tushunish uchun sizda lug'at bazasi yetarli bo'lishi kerak. Chunki o'qiganda har bitta narsani tushunishingiz kerak. Ko'pchilik aytadi, masalan, readingda ham o'qigan narsani ham tushunishing shart emas deydi. Bu faqat 5.5, 6.5 o'quvchilarga beriladigan tavsiya. Hammasini tushunish shart, o'to'g'ri. Men aytayapman shu narsani. Ya'ni readingni 9 qilish uchun siz readingda tushayotgan har bitta so'zni tarjimasini bilmasangiz ham kontekstdan tushuna olishingiz kerak bo'ladi. Kontekstda tushunish uchun siz bu so'zni qayerlardadir ko'rgan bo'lishingiz kerak yoki hech bo'lmasa o'shani bir bog'liqroq frazalarni, bog'liqroq terminlarni bilishingiz kerak bo'ladi. Va lug'at yod olishi va yana bitta tavsiyam sizlarga o'rtoqlar, lug'at yod olishni eng zo'r texnikasini qidirishni bas qiling. Unaqa texnikani o'zi yo'q. Kimdir sinonim bilan yodlaydi, kimdir masalan definitionlar bilan yodlaydi, kimdir o'zbekchaga tarjima qilib yodlaydi. Bu hammaning o'ziga qulay varianti bor. Hammada har xil texnika ishlaydi. Agar siz qayta qanaqa lug'at yodlasam bo'ladi, qanaqa esimda qoldirsam bo'ladi deb duradigan bo'lsangiz, siz lug'at o'rgana olmaysiz. Unaqa texnikalarning o'zi yo'q. Siz shunchaki hammasini bitta sinab ko'rasiz bir hafta davomida. Qaysinisida sizda effekt kuchliroq bo'ladigan bo'lsa, o'zbekcha yodlayapsizmi? Zo'r ketyaptimi? Davay, davom eting bu narsani, that's it. Okay? Yoki definition bilan yodlaganda esingizda qolyaptimi? Zo'r davom eting. Yoki example tuzib yodlaganda sizda esda qolyaptimi? Zo'r davom eting. Siz aynan kimdir aytgan tavsiyasi uchun aynan shunaqa lug'at yodlashga o'zingizni majburlashingiz shart emas. Hamma har xil tavsiya beraveradi. Oxirida baribir o'zimiz o'rganishimiz kerak bo'ladi. O'zimizni miyamiz bilamiz-ku, o'zimizni qanaqa yodlashimizni, masalan, ovqatlardan oladigan bo'lsak, qanaqa ovqat yesa, masalan, sizga yomon ta'sir qilishini, qanaqa ovqat yesangiz, masalan, sizga yaxshi ta'sir qilishini bilasiz. Va aynan bu yoqdagi texnikalar ham shunaqa. Kimdir miyasiga qanaqadir texnika mos keladi, kimdir miyasiga mos kelmaydi. Masalan, men o'zim yodlashni yomon ko'raman. Ya'ni o'tirib, mana bunaqa yodlashni yomon ko'raman. Men shunchaki ko'zimni yurtib chiqaman. Masalan, men IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rgan paytlarim, lug'atlarni men daftarga yoza olmasdimda, flashcards qirqib, ya'ni oq qog'ozni bir 6 taga buklaydigan bo'lsa, men mashinacha size'da bo'ladi, ya'ni kichkina size'larga bo'lib chiqardim va ularga bir tomoniga inglizcha o'sha so'zni o'zini va orqasiga definition yozardim va prosta takrorlab yurardim. Mana ertalabdan 20 ta qo'limga bir flashcards olib ko'chaga chiqib ketardim. Endi universitetga borib, yo'lda avtobusda qarab borardim, qaytishda ham qarab kelardim. Prosta meni maqsadim nima? Qarayman, eslaymanmi orqasini, eslolmayman, o'ga qarayman, o'tkazib yuboraman. Qarayman, o'tkazib yuboraman. Qarayman, o'tkazib yuboraman. Bo'l. Men ko'zim prosta tanish bo'lib, ko'rib, definitionni o'qib, mashina qilib ketardim va o'z-o'zidan bu so'zlar meni esimda qolib ketardi. Kuni bo'yi bir 4-5 marta takrorlardim shularni.
ko'zni yurtib chiqardim va kunni oxirida mendan shu so'zlarni so'raydigan bo'lsangiz aytib bera olardim. Men masalan go borish, play masalan o'ynash deb bittalab yodlamasdim. Shunchaki ko'z yuritib yurardim. Agar sizga qog'oz noqulay bo'ladigan bo'lsa va ishingizda, o'qishingizda qog'ozlarni ko'tarib yura olmaydigan bo'lsangiz, telefon varianti ham bor buni. Quizlet degan programma bor va Quizletni ishlatib o'sha xuddi boyagi flashkardsni bu mobil versiyasi, ya'ni telefonda hamma so'zlarni kiritib ketasiz va o'shani xuddi qog'ozda qanaqa takrorlaydigan bo'lsangiz, telefonda ham shunaqa takrorlab yura olasiz. Juda ko'pchilik o'quvchilar so'raydi, lug'atlarni qayerdan o'rganish kerak, qayerdan yod olish kerak. Bu juda ham zo'r savol. Meni shaxsiy tavsiyam, har kuni reading bajaradigan bo'lsangiz, readingdan chiqqan bilmagan so'zlaringizni hammasini yozib olib, o'shalarni yodlaganingiz yaxshiroq, tezroq va samaraliroq. Ayniqsa imtihoningizga oz muddat qolgan bo'lsa. Chunki bu readingdagi mana Cambridge materiallaridagi so'zlar bittasini o'rganadigan bo'lsangiz, bu yana qayta takrorlanib kelish ehtimoli juda ham baland. Men juda ko'p ko'rgan masalan refer degan so'zni deyarli hamma readingda bor masalan, yoki ba'zi paraphrase bo'ladi. O'sha paraphrase har safar readingda o'shunaqa paraphrase kelaveradi. Ya'ni imtihonda ham xuddi shunaqa. Demak, imtihon materiallaridan yoki Cambridge materiallaridan foydalanadigan bo'lsangiz va o'shandagi so'zlarni o'rgansangiz, sizga aslida tezroq natijaga chiqishga yordam berar ekan. Va keyingi qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu 5-step article reading strategy. Comprehension oshirishi yana bir zo'r usuli artikel o'qishni, ya'ni ingliz tilidagi maqolalar o'qishni o'zimizga odat qilish. Men onlayn kurslarimda deyarli hammasida har kuni artikel o'qishga o'quvchilarni majburlayman. Boshida bu ko'pchilik yoqmaydi, chunki artikellar zerikarliroq tuyulishi mumkin, lekin bora-bora ular o'ziga yoqib qoladi. Masalan, o'zimni reading ballimni 9 qilishda ham yordam bergan usul bu artikel o'qish desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki tan olaylik, IELTS reading sizni haqiqatan readingga tushunish darajangizni o'qiganda o'zi tushuna oladimi bu inson? Ya'ni xuddi shu narsani sinaydi va har kuni artikel o'qimaydigan yoki ingliz tilida kitob o'qimaydigan odam qanaqa qilib IELTS readingni zo'r bajarishi mumkin. Lekin bitta muammo bor. Hamma artikel o'qi deb qayta aytadi, lekin juda ko'pchilik artikel o'qishni samarali usulni bilmaydi. Men sizga hozir shuni qadamma-qadam batafsil tushuntirib beraman. Yaxshilab diqqat bilan ko'ring va kerak bo'lsa yozib oling. Birinchi o'rinda artikelni bir marta o'qib chiqasiz, bunda hech nimaga e'tibor bermaysiz, shunchaki umumiy ma'noni, artikel nima haqidaligini tushunishga harakat qilasiz. Ikkinchi marta xuddi shu artikelni yana bir marta o'qiysiz va eng tushunmagan 9-10 ta so'zlarni highlight qilib olasiz va o'shalarni tarjimasini o'rganasiz. Ya'ni ma'nosi nima ularni. Uchinchi marta yana shunchaki o'qiysiz. Bunda boyaga tushunmagan so'zlaringiz bilan birgalikda qo'shib, endi tushunib ketishga harakat qilasiz. Bunda ham asosiy maqsadimiz reading and understanding. To'rtinchi marta xuddi shu artikelni qayta o'qiysiz, lekin bu safar tezroq o'qiysiz. Ya'ni speed reading qilasiz. Qancha tezroq o'qisangiz, shuncha yaxshi. Endi siz readingni hech bo'lmasa 70-80% tushundingiz va 5-qadamda siz o'sha reading haqida 50-60 so'zdan iborat summary yozasiz. Ya'ni hozir men shu readingni o'qidim, mana bunaqa narsalar o'rgandim va mana bunaqa narsalarni endi o'zim hayotimda sinab ko'rmoqchiman yoki shunchaki o'zingiz ma'lumot sifatida olgan narsalaringizni yozib chiqasiz. Agar shu usul bilan siz to'xtamasdan bir hafta davomida artikel o'qiydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda bu sizni readingga tushunishingizni oshiradi, ikkinchi o'rinda writingingizni ham oshiradi, chunki siz summary yozyapsiz va uchinchi o'rinda sizni readingga juda qiziqtirib qo'yadi, chunki siz 4-5 marta o'qigandan keyin readingga tushunchangiz oshgandan keyin juda ko'pchilik holatlarda men aytaman sizlarga, tushunmaganimiz uchun bizani hafsalamiz bo'lmay qoladi. Ya'ni readingga tushunmayapmizmi? Bo'ldi, yoqmay qoladi bizga reading qilish yoki readingni artikel o'qish. Boya aytib o'tdim-ku, menda ham shu muammo bo'lgan. Artikel o'qiganman, tushunmaganman, reading passage bajarganman, tushunmaganman, o'sha bilan tashab qo'yganman. Endi hozirgi strategiya bilan, hozirgi mana 5 qadamli bosqichli artikel o'qish bilan siz readingga bo'lgan qiziqishingizni ham, readingni tushunishingizni ham oshira olasiz. Bizda yana bir juda ham og'riqli savol bor. Readingda time managementni qanaqa oshirsak bo'ladi? To'g'risi bu savolni har safar eshitganimda g'allatiroq o'zimni his qilaman, chunki time management degan narsa yo'q narsa. Iltimos, bu narsani unutinglar. Hayron qolishingiz mumkin, nimaga? Time management bor-ku, 1 soatda tugatishimiz kerak readingni. To'g'ri, 1 soatda tugatishingiz kerak. Lekin bu yoqda siz time managementni qanaqa oshiraman degan savol noto'g'ri savol. Time management o'z-o'zidan borib comprehensionga bog'liq. Ya'ni siz bitta joyi o'qiganda bittada tushunadigan bo'lsangiz, demak sizda time management zo'r bo'ladi. Bunga nima kerak? Bunga lug'at kerak, bunga kitob o'qish kerak kuniga 25 dan, bunga artikel o'qish kerak boyaga aytganimdek. Har doim o'qib boradigan bo'lsangiz va sizni tushunish darajangiz yaxshi darajada bo'ladigan bo'lsa, bitta o'qigan joyingizni 10 marta qayta o'qishingiz shart bo'lmasa, javobi bittada tushunib topa olsangiz, o'z-o'zidan siz readingni
tez tugatib qo'yasiz. O'shaning uchun har xil time management strategiyalar, texnikalar degan narsalarni ko'rib, unaqa darsliklarni ko'rib o'zingizlarni aldab yurmanglar. Bu narsa yolg'on narsa. Ya'ni readingda time management oshadi, qachonki sizni tushunish darajangiz oshadigan bo'lsa. Lekin imtihonimizga yaqin qolgan sayin biz baribir time pressure'ga, o'zimizni qolipga solib bajarishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Men o'z o'quvchilarimga tavsiya qilaman. Boshida mana 1-2 oy davomida vaqtga qaramasdan ishlaymiz. Testni umuman vaqtga qaramasdan, imtihonimizga hali 3 oy bor vaqti masalan, 1-2 oy umuman vaqtga qaramasdan faqat tushunish uchun bajaramiz reading testlarni. Va keyin imtihonimizga 1 oy yoki 20 kun qolganda biz time pressure'da bajarishni boshlaymiz. O'zi readingni ideal bajarish vaqtlari mana bunaqa bo'ladi. Ya'ni passage 1 ni siz 10-12 minutda bajarishingiz kerak bo'ladi. Buni eplasa bo'ladi, comprehensioningiz joyida bo'ladigan bo'lsa va passage 2 ni 15-18 minutda tugatsangiz bo'ladi bemalol va passage 3 ga ko'proq vaqt qoldirishingiz kerak bo'ladi, chunki bu yerda qiyinroq savollar, qiyinroq konseptlar bo'lishi mumkin. Psychology har xil qiyinroq mavzularda bo'ladi va o'shaning uchun biz buni 25-30 daqiqada tugatishga harakat qilar ekanmiz. Va 4-tavsiya readingni doimiy tahlil qilishni odat qilish. Bilaman bu narsa time consuming process, ya'ni juda ham ko'p vaqt oladi, yoqmaydi. Bajarib bo'lgandan keyin odam bir o'tirib qayta shu narsani bajarish xohlamasligi mumkin. Lekin ishoninglar, muvaffaqiyat biz qochadigan narsalarda. Ya'ni biz erta turishni yomon ko'ramiz, lekin erta turgan odamlarda o'z-o'zidan kuni productive bo'ladi, ya'ni samarali bo'ladi. Biz masalan qanaqadir foydali sport bilan shug'ullanishni yoqtirmaymiz, chunki vaqt oladi deymiz, lekin sport bilan shug'ullangan odamlarda intizom ham, ulardagi kuch ham, ulardagi g'ayrat ham qolganlarga qaraganda ajralib turadigan bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham xuddi shunaqa. Readingda ham siz agar hamma qilmaydigan, hamma qilishni yoqtirmaydigan narsani qiladigan bo'lsangiz, qolganlarga qaraganda progress sizda tezroq bo'ladi. Va misol tariqasida mana ekranda o'quvchilarimni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni ular keyword table tuzishadi, lug'at o'rganishadi va har bitta reading testni biz alohida tahlil qilib, bittalab savollar ko'rib chiqamiz. Bu o'quvchilar mana onlayn reading kursimdagi o'quvchilarim. Agar readingni qanday qilib to'g'ri tahlil qilishni bilmaydigan bo'lsangiz, men pullik kursimdan sizga bitta darsligimni bu videoni oxirida beraman. Ko'rib bemalol o'rganib olsangiz bo'ladi. 5-masalaga beradigan eng muhim tavsiyalarimdan biri bu readingni ketma-ketligini tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni savollar qanaqa ketma-ketlikda keladi. Masalan, true false not given yoki completion savollari har doim ketma-ketlikda keladi. Ularni 1, 2, 3, 4 bo'lib keladi. Lekin matching headings, matching information degan savollarimiz, asosan matching savollarimiz hech qachon ketma-ketlikda kelmaydi. Ya'ni bunda maksimum challenging qo'yishgan uni. Agar siz xuddi shunaqa savol turlari tushganda, siz bittalab topaman deydigan bo'lsangiz, ya'ni birinchi 16 ni topamanki, 17 ni topamanki, 18 topaman deydigan bo'lsangiz, 2 soat ham vaqt yetmaydi sizga. Bu holatda men o'quvchilarimga readingni simultaneously bajarishni tavsiya qilaman. Ya'ni siz savol turlarini har bittasiga alohida vaqt sarflamaysiz, har bittasini alohida bajarmaysiz. Hamma savollarni bittada tahlil qilasiz, hamma savollarni bittada o'rganib chiqasiz va tekstni bir tarafdan qarab, savollarni hammasini qaysini javob chiqadigan bo'lsa bittalab olib ketaverasiz. Ya'ni true false not given bor, mana bu yerda completion bor, bu yerda masalan matching bo'lishi mumkin. 3 ta savol turini biz bittada qilib ketamiz. To'g'ri shu joyda aytishingiz mumkin, ustoz confusing bo'ladi-ku yoki qanaqadir men o'rganmaganman bunga deyishingiz mumkin. Aynan shu narsani bilmaganingiz uchun ham balki reading balingiz o'smayotgandir. Va videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, men sizlarga rahmat etmoqchiman e'tiboringiz uchun va vaqtingizni shu darsni ko'rishga ajratganingiz uchun. Shu joyigacha ko'rdingizmi? Demak, siz readingni oshirishga jiddiy kirishgansiz. Va men nima deyman? Avvalambor harakatni o'zingizlar qilishingiz kerak bo'ladi. Internetda, YouTube'da, Instagramda juda ko'p texnikalar bor, juda ko'p materiallar bor. Lekin bitta narsani ushlab oxirigacha bora olmaganingiz uchun, masalan, bitta narsani mana shuni boshidan oxirigacha qilaman demaganingiz uchun shu paytgacha balkim natijalar chiqmasdan haligacha mana shunaqa qayta videolar ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Men sizga tilab qolamanki, bu video readingni oshirish uchun, ya'ni reading bo'yicha ko'rgan oxirgi videoingiz bo'lsin va men sizga tashlab bergan 30 kunlik planni bugunnoq boshlab, hozirdan boshlab mana yaxshi natijaga erishishingizga tilakdoshman. Va darsimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan o'rtog'ingizlarga ham qizg'onmasdan share qilib qo'yinglar, chunki ularni yaxshi natija olishiga shu videoni share qilish orqali siz ham sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Eshmat Writing Task 2 da 4 ta paragraf yozish kerak edi. Toshmat 6 ta paragraf yozish kerak edi. Eshmat Task 1 da 6 ta turi bor desa, Toshmat undan ham ko'p 12 ta 20 ta turi bor deyapti. Ha, albatta. Biz writing haqida gapiryapmiz va writingda rostakamga shunaqa har xil tushunchalar bor. Aynan o'quvchilarni qo'rqitib qo'yadigan narsa ham shu.
Chunki bitta o'qituvchi writingni boshqacha o'rgatsa, boshqa o'qituvchi umuman boshqacha o'rgatadi. Chunki har bitta o'qituvchini o'zini stili bor. Bitta o'qituvchi qiyinroq stilda yozadi, bitta o'qituvchi osonroq stilda yozadi. Eng qizig'i, ikkalasi ham bir xil skorni olishi mumkin. Ya'ni ikkalasiga ham bir xil ball berilishi mumkin. O'zimni olib qaraganda kelinglar tushunib olaylik, nimaga hammani writing har xil bo'ladi. Writing bizani o'zimizni hayotiy tajribalarimizga, o'zimiz o'qigan kitoblarimizga, o'zimizni boshdan kechirganlarimizga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bizani har bitta odamni o'zini dunyoqarashi bo'ladi va hamma o'zini dunyoqarashidan kelib chiqib yozadi. Shuning uchun kimdadir qiyinroq idea ko'radigan bo'lsangiz yoki qiyinroq lug'at ko'radigan bo'lsangiz, bu tabiiy hol. Chunki hammani lug'at bazasi, hammani o'zini ideyasi, hammani grammatikasi har xil. Writing aslida oson ekanini va siz hozirgi holatingizda bemalol writing yoza olishingiz kerakligini men sizlarga isbotlab beraman. Bugungi videoni oxirigacha ko'ring, chunki bugungi videodan keyin writingga bo'lgan qo'rquvingizni birgalikda yengamiz. Sizlarga birinchi tavsiyam, yozishdan oldin brainstorming qiling. Ba'zi o'quvchilar bor, oldiga essay kelishi bilan siraz yozib ketadi. Bittada boshlaydi. Lekin men hayron qolaman, bu o'quvchilar qanaqa qilib essayni yaxshi organized yoza oladi. Ya'ni siz bironta narsa yozishdan oldin xayolingizga birinchi o'rinda o'sha haqida fikrlaringizni tahlab olishingiz kerak bo'ladi. Aynan brainstorming sizga shuni yordam beradi. Ishoninglar, juda ko'pchilik o'quvchilar aytadi, time managementda muammo bor, writingni bir soatda tugata olmayman deydi. Va buni asosiy tegida negizida brainstorming qilmaganlik yotadi. Ya'ni siz agar brainstorming qilmaydigan bo'lsangiz, hayollaringiz chalkashib ketishi mumkin. Essayni yarimga kelgandan keyin to'xtab qolib, o'ylab qolishingiz mumkin. Ya'ni yozish prosessingizni bu sekinlashtirib yuboradi. O'shaning uchun men aytaman, yozishdan oldin shunday oldingizdagi qog'ozga har xil ideyalarni yozib va shularni tartiblab olishingiz kerak bo'ladi. Agar bu haqida idea kelmaydigan bo'lsa, shunchaki AI dan so'rang. Write me an article about da. Ya'ni nima bo'yicha essay yozmoqchi bo'lsangiz, AI dan so'raysiz, hozir juda ham oson. Artikel yozib beradi sizga o'sha bo'yicha va o'qib olasiz. O'qigandan keyin yana qaytadan brainstorming qilib, qaysi ideyalarni yozasiz, qaysi ideyalarni yozmaysiz, bu narsani o'zingiz uchun hal qilib olasiz. Ikkinchi tavsiyam, savol turlarini soddaroq tushunib oling. Ba'zi insonlar bor, masalan, task 1ni 10 ta turi bor, 15 ta turi bor, 20 ta turi bor deb ajratib tashlaydi. Juda ko'p turlarga ajratib tashlaydi. Task 2da ham xuddi shunaqa. Ba'zi o'quvchilar aytadi, ustoz deydi, task 2da deydi 10 ta turi bor ekan, yoki 8 ta turi bor ekan, deydi. Men task 1ni o'zi 3 taga bo'laman. Graphs with a trend, comparative graphs, diagrams. Mana 3 ta tur. Va shu 3 ta turga mos strukturalarni va yozish stillarini men o'quvchilarimga odatda o'rgataman. Va endi boshlayotgan o'quvchilarimga task 2da faqatgina bitta tur bor deyman. U ham bo'lsa answer the question. Ya'ni shunchaki savolga javob yoz deyman. Chunki endi writing boshlayotgan odamga 10 ta turi bor, 15 ta turi bor deb o'rgatish bu pointless. Ya'ni bundan foyda yo'q. O'zi aslida men to o'zim o'qituvchi bo'lmaguncha writingni unaqa turlariga ajratib tashamaganman. O'quvchilarga o'rgatish uchungina men writing turlarini o'rganganman. Ya'ni bu degani writing turini o'rganmasdan ham, writingni turlarga ajratmasdan ham siz bemalol writingdan 7+ ola olasiz. Chunki men birinchi imtihonimda writing 7,5 chiqqan. Va o'sha payti men nima qildingiz deganda shunchaki savolga javob yozib chiqqanman. Bu advantage, disadvantage boshqacha yoziladi. Bu agree, disagree umuman boshqacha yoziladi. Bu discussion essay boshqacharoq yoziladi. Unaqa narsa bo'lmagan menda. Ya'ni men xayolimda bu boshqacha savol turi yoki boshqacha essay turi deb men alohida ularni ajratmaganman. Hammasi men uchun bitta bo'lgan va ularga men javob berish. Main body paragrafda qanaqa idea beraman, main body 2da, ya'ni main body 1da qanaqa beraman, main body 2da qanaqa idea beraman deb mening maqsadim o'sha argumentlarimni develop qilib berish bo'lgan. Va juda ko'pchilik o'quvchilarning fokusi struktura yodlash bo'lib qolgan. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkinki, savol turlarini, strukturalarni qiyinlashtirib yuborishadi. O'shaning uchun men aytaman, bularni sodda o'rganinglar. Agar siz bu haqida qanaqadir ma'lumotingiz bo'lmasa va qayerdan o'rgansam bo'ladi deydigan bo'lsangiz, men bitta narsa qilmoqchiman. Bu kursim aslida sotilgan kurs. Vaqtida bu kursim sotilgan. Lekin o'sha kursni sizlarga tekinga bermoqchiman. Hech qanaqa komment yozish, hech qanaqa narsa yo'q. Pastda shunday videoni pastida link qoldiramiz. O'sha joyga o'tib, mana darsligimizni ko'rib bo'lgandan keyin o'sha joyga o'tib kursni qo'lga kiritishinglar mumkin. Writingni noldan boshlayotganda bittada to'liq essay yoki report yozmang. Bu sizni motivatsiyangizni tushirib yuborishi mumkin. Chunki siz hali to'liq yozishni bilmaysiz. Va yozishni boshlagandan keyin nimadan keyin nima yozish kerakligini
bilmasligingiz mumkin yoki ideani develop qila olmasligingiz mumkin. Bu juda katta protsess aslida. O'shaning uchun bo'lib o'rganishingiz kerak bo'ladi. Birinchi introduction yozib ko'ring, keyin main body paragraflarni yozib ko'ring, keyin conclusion yozib ko'ring. Ya'ni siz boshqalarning sampliga qarab, bemalol kuniga mana bugun faqatgina introduction yozasiz, 10 ta introduction bo'lsa, 10 ta introduction yozasiz. Faqatgina introduction yozish ancha oson, ancha qulayroq. Ertaga qilishingiz mumkin. Main body 1 ni bitta ideyasini develop qilasiz va xuddi shunaqa ideyani bir 4 ta 5 tasini develop qilib ko'rasiz. Develop qilishni bilasizlar. Idea, explanation, example bo'ladi va example optional. Example kelsa berasiz, xayolga kelsa berasiz, xayolga kelmasa bermaysiz. Xuddi shunaqa holatda bitta ideyani develop qilib ko'rasiz. Ya'ni bu yerda siz bittada writing yozish bu katta narsa deb qaramayapsiz-da. Bugun shunchaki introduction yozib ko'raman, ketsa bir 5 minut vaqtim ketadi. Ertaga idea develop qilib ko'raman, undan keyingi kuni conclusion yozib ko'raman deyapsiz. Ya'ni sizda tayyor resurslar bo'ladigan bo'lsa, tayyor kitoblar yoki boya aytganimdek mani darsliklarimni olib, o'shanda berilgan vazifalarni bajarib ketadigan bo'lsangiz, shuni o'zi sizga yordam beradi. Ya'ni yana aytaman sizlarga o'rtoqlar, bittada katta narsaga yopishmanglar. Kichik protsessda, kichik qadamlar bilan o'rganinglar. Va bu tavsiyam 6,5-7 olgan o'quvchilarga ham apply qiladi. Ya'ni siz agar writingingiz 6,5-7 bo'ladigan bo'lsa ham, uni ko'tarmoqchi bo'lsangiz, siz to'liq essaylarni yozgandan ko'ra, kichik qismlarini yozib, practice qilib yurishingiz bo'ladi. Chunki bilaman, juda ko'pchilik insonlar dangasa. Aynan writingga kelganda shunaqa dangasaligimizda tutib qoladi. Listening reading bajaramiz, chunki unda nisbatan osonroq, miyamizni unaqa ishlatishimiz shart emas. Lekin bilasizlar, writing bilan speaking bu productive skills. Ya'ni listening readingni biz receptive skills deymiz. We receive, ya'ni biz ma'lumot olamiz, lekin writing bilan speakingda bu productive skills. Biz produce qilamiz. Biz ma'lumot beramiz. O'shaning uchun ham har doim writing bilan speakingni o'quvchilar skip qilib yuboradi. Ya'ni tashab ketadi o'shani. Aynan tashab ketmaslik uchun ham siz kichik qadamlarga bo'lib oladigan bo'lsangiz, bir hafta davomida siz writingni ancha darajaga olib chiqsangiz bo'ladi. 4-tavsiyam aynan meni har doim hayotda ishlatadigan va juda ko'plab loyihalarimizda muvaffaqiyatga erishishga yordam bergan konsept, mindset, ideallikni kutmaslik. Ya'ni agar siz nimadirni ideal bo'lishini kutadigan bo'lsangiz, bu sizni motivatsiyangizni tushiraveradi. Har doim siz o'ylaysiz, mana bunaqa zo'r bo'lardi-da, mana bunaqa bo'lsa zo'r bo'lardi-da. Yoki o'rtog'ingiz yoki ustozingiz yozganini ko'rdingiz, essayini yoki boshqa masalan reportlarni ko'rdingizda, ularda juda bir kuchli lug'atlar, kuchli strukturalar, kuchli ideyalar berilgan. Lekin bilmaysizki, ular yodlab kelgan bo'lishi mumkin, yoki ular bu essayni oldin yozgan bo'lishi mumkin, yoki ular AI da yozgan bo'lishi mumkin. Bilmaysiz-da u narsani. Va o'ylaysiz, o'sha ularniki zo'rroq, meniki yaxshi emas deb o'ylaysiz. Ya'ni siz o'zingiznikini ideal kutasiz, o'zingizni yozishingizni, o'zingizni writinglaringizni ideal holatini kutasiz. Lekin men sizga aytaman, hech qachon ideal bo'lmaydi. Yozasiz, vaqt o'tadi. Ular ishlatayotgan lug'atlarni ham ishlatishni boshlaysiz, ular ishlatayotgan grammatikani ham ishlatishni boshlaysiz. Vaqt o'tgandan keyin bu narsalar o'zi sizga odatiy holi bo'lib qoladi. Ungacha siz juda bir perfectionist bo'lmasdan, ya'ni perfect bo'lishini kutmasdan yozib ko'rish kerak. Mana hozir videodan keyin nimaga bitta essayni yozib, prosta yozib ko'rmaysiz? Mayli yaxshi chiqmasin, mayli xatolaringiz chiqsin, mayli AI ga mana tekshirishga berganda millionta xato ko'rsatsin, lekin nimaga o'sha joyni qilmaysiz, ya'ni o'sha stepgacha qilmaysiz? Xato qilish bu yaxshi-ku. Xato qilgandagina bilasiz siz o'sha narsa xatoligini. Ya'ni bu ham aslida to'g'ri qarash bilan qaraydigan bo'lsangiz bunga, to'g'ri mindset bilan qaraydigan bo'lsangiz, bu ham aslida yoqimli narsa. Xato qilgandan keyin o'sha narsa xatoligini bilasiz va o'shani o'rgana olasiz. Har bitta xato bizlar uchun bilim. O'shaning uchun men sizlarga aytaman o'rtoqlar, perfectionist bo'lmanglar. Writingni shunchaki boshlash kerak. 5-tavsiyam, grammar va vocabularyni har doim sayqallab, har doim oshirib boring. Bu deganda men sizga qiyin so'zlarni, qiyin grammatikalarni o'rganing demoqchi emasman. O'zingiz biladigan grammatikalarni yoki o'zingiz biladigan lug'atlarni har xil yo'llarda qo'llash mumkin aslida. Ko'pchilik IELTS o'qiyotganlarda shunaqangi bir odat borki, har doim ular nimadirni 10 ta sinonimini yoki 10 ta antonimini yodlab yurishadi. Masalan, introduction yozishi deydi, 10 ta turi deydi. Yoki conclusion'ni deydi, conclusion, to sum up, to conclude mashlarni 10 ta turini yodlab yuradi. Men sizlarga aytadigan bo'lsam o'rtoqlar, bu mutlaqo useless. Siz yozadigan bo'lsangiz, essay yozadigan bo'lsangiz, bittagina essay yozasiz va bu uchun siz
bittagina conclusion, bittagina introduction yozasiz. O'shaning uchun bunaqa narsalarni o'rganish muhim emas, qiziq emas. Shunchaki topic specific vocabulary'larni har doim o'rganib borish kerak. Va qanaqa o'rganish kerak deydigan bo'lsangiz, men odatda bu narsani artikellardan o'rganganman. Masalan, crime haqida essay tushdi va shunga doir menga lug'at kerak. Men hozir AI ga menga crime bo'yicha lug'at ber desam beraveradi. Lekin menga undan ko'ra artikeldan tahlil qilib, o'sha joyi o'zidan o'rganganim yaxshiroq. Yoki AI dan so'raydigan bo'lsangiz ham, undan definition va 2-3 ta example bilan so'rashingiz kerak bo'ladi. Juda oson. Juda oson holatda, juda oson zamonda yashayapmiz hozir writingni oshirish uchun. Chunki bu tarafda men ko'pincha hozir ishlatadiganim oldin ChatGPT ishlatardim, lekin hozircha ChatGPT ishlatmayapman. Hozir ko'proq men Cloudy AI ishlatyapman. Ya'ni bu Cloudy AI degan o'sha programmasi bor, xohlagan joydan topishinglar mumkin, iOSda ham, Androidda ham bo'lsa kerak, veb-sayti ham bor. Aynan shunga kirib, essaylaringizni tekshirtirsangiz bo'ladi, lug'at olsangiz bo'ladi va undan tashqari juda ko'p bizneslar hamma o'sha loyihalarga ham yordam beradigan. Aytmoqchi bo'lganim, siz aynan buni writingga ishlatayotganda lug'atlarni o'rganishingiz mumkin va lug'atlarni definitionlari bilan qanaqa ishlatilishini ham o'rganishingiz mumkin. Grammatikada ham xuddi shunaqa. Masalan, yozadigan bo'lsangiz, mana shu gapimni o'zingiz masalan bitta paragrafingizni unga tashlab, mana shu paragrafimni qanaqa qilib grammatikasini yaxshiroq qilgan bo'lardim deb beradigan bo'lsangiz, u sizga example beradi. Men o'zi bu grammatikalarni IELTS topshirishimdan oldin yig'ib chiqqanman. Qaysi grammatikalarni ishlatishim kerak, qaysi grammatikalarni ishlatmasligim kerak. O'zim uchun checklist qilib olganman. Speakingda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Writingda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni men savollarga javob bermoqchiman, part 1, part 2, part 3 savollarga javob bermoqchiman. Oldimda checklist turardi. Ya'ni men bunda praktik qilayotganda asosan sizlar mayda although degan so'z bor. Although ni men ishlatib gapirib ko'raman. Bitta savolga javob berib ko'raman masalan. Keyin although dan keyin men even though bilan gapirib ko'raman. Xuddi shu savolga boshqacharoq javob berib ko'raman. Va undan keyin not only but also degan struktura bor. O'sha struktura bilan javob berib ko'raman. Sizlarga ham tavsiya qilaman o'rtoqlar, xuddi shunaqa grammatika checklist qilib olishni, ya'ni grammar structures uchun. Shunaqa checklist qilib oladigan bo'lsanglar, writing ham, speaking ham foydali bo'ladi. Va men o'zimni checklistimni endi bu ikkinchi sizlarga bonus, videoni ko'rganinglar uchun, darsni ko'rganinglar uchun bu ikkinchi bonusimiz bo'ladi. Xuddi shu checklistimni men o'zimni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Buni ham linkini pastda topasizlar. Ya'ni grammar structures checklist bo'ladi bu. Bu joyda bitta narsani aytamaslik o'rtoqlar. Grammar va vocabularyni bittada qiyinlashtirib qo'ya olmaysiz. Agar siz bittada qiyin narsalarni ishlatishni boshlaydigan bo'lsangiz, bu notabiiy bo'ladi. Xuddiki siz yangi zalga boryapsiz, ya'ni birinchi marta zalga boryapsiz va 20 kilo, 30 kilo, balkim 50 kilo toshlarni ko'tarishga harakat qilyapsiz. Va bu sizga plyusga emas, minusga ishlaydi. Xuddi shuningdek, writingda ham agar siz o'zingizga mos bo'lmagan C1, C2 vocabulary bo'lgani bilan, u sizga sizning levelingizga mos emas. Buni qachon bilasiz? Qachonki siz o'sha so'zlarni ko'p joylarda ko'rgandan keyin, har xil kontekstda ko'rgandan keyin menga mosmi, mos emasmi ko'rasiz. Va buni ham AI da tekshirsanglar bo'ladi. Ya'ni tekshirayotganda essaylarni tashlagandan keyin word appropriacy, ya'ni so'zlarni mos emasligi. Ya'ni bu so'z ishlatgan so'zlarim mosmi o'zi deb so'rasanglar bo'ladi. Yoki grammatikani ham shunaqa so'rasanglar bo'ladi. Qaysi grammatikani men yaxshiroq ishlata olgan bo'lardim. Aynan har doim feedback olish bilan birgalikda siz writingingizni oshira olasiz. Xo'p, o'rtoqlar, darsligimizni shu joyda yakunlaymiz. Bu joyda sizga writingni qanaqa yozishni o'rgatganim yo'q. Bu joyda sizga to'g'ri mindset, ya'ni writing uchun to'g'ri yondashuv qilishni o'rgatdim. Ya'ni ideallik kutmang, birinchi brainstorming qiling, artikel o'qing, AI bilan tekshiring. Buni hamma biladigan narsalar. Lekin hamma ham amal qilmaydigan narsalar, afsuski. Ya'ni hammamiz hozir nima qilishni bilamiz, lekin faqatgina harakat qolyapti xolos. Agar siz ham bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, o'ylamang videodan keyin masalan men zo'r bo'lib ketaman yoki umuman qaraganda qanaqadir kurs ko'rayotgan bo'lsangiz, kurs videolarini ko'rayotgan bo'lsangiz, o'ylamang siz writing oshib ketadi video ko'radigan bo'lsam deb. Writing oshadi qachonki yozadigan bo'lsangiz. Xuddi bir siz marafonga chiqmoqchisizda, yugurish bo'yicha videolar ko'rib o'tiribsiz. Yugurmaguncha sizda o'zgarish bo'lmaydi. O'shaning uchun ham men aytamanki, bugundan o'zingiz uchun reja tuzib oling. Har kuni writing ustida yarim soat yoki 1 soat ishlayman va har safar ishlaganda kichik qadamlarga bo'lib oling. Bir kun lug'at ustida ishlang, bir kun grammatika ustida ishlang,
Yozingda, yozish kerak hamma narsani. Kompyuterda yozsangiz ham bo'ladi. Bir kun masalan task 1 introduction yozib ko'rsangiz bo'ladi, bir kun task 2 conclusion yozib ko'rsangiz bo'ladi. Ketma-ketlikda ketaverish kerak bo'ladi. Va aytganimdek, boyagidek eslatib o'tganimdek, writing bo'yicha darslarimni ham ko'rib chiqsanglar bo'ladi, chunki bular bilan birgalikda sizlar yana ham tezroq writingni to'liqroq tushuna olishinglar mumkin. Agar YouTube sahifamga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lib qo'ying, chunki bu writing darsimizda davomi bor. Keyingi darsimizda chuqurroq kiramiz va writing bo'yicha aynan nima muammolaringiz bo'lsa, nimada hozir qiynalayotgan bo'lsangiz, pastda izohlarda yozib qoldiring. Keyingi darsimiz aynan shu haqida bo'ladi. Speakingni oshirish uchun hech qachon to'g'ri vaqt va to'g'ri sharoit bo'lmaydi. O'zingizni aldashni bas qiling. Shunchaki boshlash kerak. Men sizga bu video davomida qanday qilib speakingda qo'rquvni yengish, o'rgangan lug'at va grammatikani qanday qilib aktivlashtirish va speakingni 10 baravar oshirish yo'llarini o'rgataman. Avvalo keling, speakingni qanaqa qilib noldan chiqarishni gaplashib olamiz. Undan oldin sizga bitta savolim bor. O'zbek tilida gapirishni qanaqa o'rgangansiz? Lug'at, grammatika yodlab o'rganganmisiz yoki atrofingizdagi ota-onangizni yoki qarindoshlaringizni eshitib siz gapirishni o'rganganmisiz? Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, til bu ijtimoiy hodisa. Buni faqatgina insonlarni eshitib, o'sha tilni gapirayotgan insonlarni eshitib o'rganamiz. Grammatikani 100% biladigan juda ko'p insonlarni bilaman, lekin gapira olmaydi. Shuna holat bo'lganmi sizda ham? Masalan, grammatikam zo'r deydi, lekin gapirishga kelganda miyasida qanaqadir ular bo'lishi boshlaydi. Protsesslar grammatikani o'ylaydi, strukturani qo'yadi, keyin so'zlarni qo'yib chiqadi, tarjima qiladi va ular hech qachon unaqa holatda agar mindsetini o'zgartirmaydigan bo'lsa, ular gapira olmaydi. Ya'ni tilni o'rganish uchun bizga grammatika, lug'at emas, birinchi o'rinda haqiqiy o'sha til egalarini, ya'ni ingliz tilini o'rganayotganda speakingni chiqarmoqchi bo'lsangiz, speaking, ya'ni ingliz tili speakerlarni eshitishimiz kerak ekan. Ularga taqlid qilishni boshlashimiz kerak ekan. Shu joyda sizga ikkita vazifa. Birinchidan, hamma ko'radigan kontentlaringizni, videolaringizni ingliz tilida ko'rishni boshlang. Podcast eshitasizmi, qanaqadir fan o'rganasizmi, qanaqadir tillarni o'rganyapsizmi? Hammasini ingliz tiliga moslashtiring. Chunki siz ingliz tilida kontent ko'radigan bo'lsangiz, miya o'z-o'zidan o'sha ingliz tili atmosferasiga ko'nikishni boshlaydi. Ko'p narsalarni o'rganadi. Aksentmi, pronunciationmi, lug'atmi, hamma narsani ingliz tilida xuddi miyangizni siz ingliz tiliga update qilayotgan bo'lasiz. Miyangizni shu narsaga programmalashtirayotgan bo'lasiz. Va ikkinchisi, native speakerlarga taqlid qiling. Ya'ni ularga imitate qilishingiz kerak bo'ladi. Har qanaqa video, har qanaqa speaker tanlab olasiz. Ular nimani gapiradigan bo'lsa, siz ham uni orqasidan takrorlab ketasiz. Bunda pronunciation to'g'rilanadi, aksent to'g'rilanadi, chiroyliroq American aksentda gapiradigan bo'lsangiz, bu baribir bu yaxshi narsa. Amerikaga, chet elga borgandan keyin ham siz aksentingiz chiroyli bo'ladigan bo'lsa, yoki hatto ko'pchilik aytadi, aksent it doesn't matter deydi. Ya'ni IELTS speaking examlarda ham aksent qilmaydi, muhim emas deydi. Lekin men o'ylaymanki, bu muhim. Agar chiroyli aksentda gapiradigan bo'lsangiz, bu examinerga yaxshi impression berib, sizga yarim ball kerak bo'lsa 1 ballgacha balandroq qo'yishi mumkin. Men ko'proq shadowing qiladigan speakerlarim bu AJ Hawke va Jim Carrey bo'lgan va undan tashqari mana 10 ta tavsiya qiladigan odamlarimni mana ekranda chiqadi. Screenshot olishingiz mumkin. Ayollarga alohida, erkaklarga alohida tanlab olib, xohlaganingizga shadowing qilishni boshlashinglar bo'ladi. Agar mabodo shadowing qilishni qadam-qadam bilmaydigan bo'lsangiz, shu paytgacha shadowing qilgansiz va foyda bo'lmagan, ya'ni siz effektiv qila olmagansiz. Shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, men bu bo'yicha mini darslik tayyorlab qo'yganman. Har bitta etapini mana necha bosqichli shadowing bo'lishi kerakligini men o'zim tushuntirib qo'yganman mini darslikda. Buni olish uchun pastda havola qoldiramiz, kirib, olib, ko'rib va hoziroq shadowing qilishni boshlashinglar bo'ladi. Speaking ham biroz chiqdi deylik, lekin hali ham sizda qo'rquv bor. Bu odamlardan qo'rqish emas, bu xato qilishdan qo'rqish. Fear of making mistakes. Xo'p, qo'rquvni qanaqa yo'qotsa bo'ladi? Avvalo, mindsetni to'g'irlash kerak bo'ladi. Siz to'g'ri gapiraman degan mindsetdan gapirmoqchi, nima demoqchi ekanimni tushuntirib bera olaman degan mindsetga o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Xato bo'lishi tabiiy, xato qilishdan qo'rqmang. Hamma xato qilib o'rganadi-da. Boshlanishida men ham masalan speakingimda juda dabdala bo'lgan, juda ko'p xatolar qilganman, lekin men to'xtaganmanmi? Yo'q, to'xtamaganman. Gapirishda davom etganman. Chunki xato bu sizni to'xtatib qo'yadigan bo'lsa, siz gapirishga ko'nglingiz sovib ketadi. Undan ko'ra, xatolaringiz borligini bilishingiz bu sizga zo'r imkoniyat. Ya'ni bularga "Voy, xato qilibman" deb emas. Xato qilibman, wow, zo'r-ku, chunki buni men bildim xatoyim ekanini, endi men uni to'g'rilab keta olaman. Bu xatoyimni to'g'rilashga bo'lgan imkoniyat deb qarashingiz kerak bo'ladi. Aytmoqchimanki, xatolarni shunchaki ignore qiling.
Hozir to'g'ri gapirishga emas, hozir prosta gapirishga fokus qarating. Xatolarni yo'l-yo'lakay to'g'rilab ketaverasiz. Agar mabodo hali ham odamlarning oldida gapirishga yetarlicha ishonch bo'lmaydigan bo'lsa, men tavsiya qilaman ChatGPT bilan kuniga 10-15 minut practice qilishni. Chunki bu ChatGPT bilan practice qilganda baribir uni sizni eshitadi, kompliment beradi, "Молодец, zo'r" deydi. Bu sizga qanaqadir confidence berishi mumkin. Undan keyin bitta odam bilan, 3 ta odam bilan, 10 ta odamning oldida keyin gapirishni ozgina-ozginadan practice qilishingiz mumkin. Yoki undan ham qulayroq platforma bu Sayra AI. Agar siz chuqurroq feedback olaman, pronunciation, accent va IELTS speaking mock topshiraman desangiz, men sizga shu platformani tavsiya qilaman. Bu platformani men va ukam quryapmiz. Aynan o'quvchilarimda shu speaking eng ojiz tomoni bo'lgani uchun men shunga fokus qaratib, qanaqa qilsam men o'quvchilarimga ko'proq yordam bera olaman, qanaqa qilsam o'quvchilarimni xatolariga yaxshiroq, detalliroq feedback bera olaman degan maqsadda shu savolni berib o'zimga shu platformani yaratishga qaror qildik va bu platforma hozirda juda ko'p insonlarga yordam beryapti. 11 mingta inson foydalanuvchi ishlatyapti buni hozir va IELTS speaking mock funksiyasiga juda ko'p odamlar yaxshi feedback bildiryapti. Ba'zi odamlar hatto aytayaptiki, IELTS speaking real examda olgan balimni mana shu bot ham qo'yib berdi deyapti. Albatta tavsiya qilaman, kirib ko'ringlar. Video pastida havola qoldiramiz. Botga kirib shundoq start bosadigan bo'lsanglar, yog'ini qanaqa ishlatishni tushunib olsanglar bo'ladi. Ana endi buni aniq kutyapsiz. Hammada bo'ladigan muammo lug'at va grammatikani aktivlashtirish. Hozir men sizga shu narsani aytaman. Men sizga birinchi o'rgatadigan texnikam bu 3 sentence rule. Qanaqa qilinadi? Lug'at o'rgandingiz, grammatika o'rgandingiz va buni siz harakat qilishingiz kerak 3 ta sentence kamida 3 ta sentence og'zaki tuzib, lug'atga ham grammatikaga ham og'zaki tuzib, keyin yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Og'zaki tuzganda 3 marta miyada takrorladingiz, yozganda yana 3 marta takrorlayapsiz. O'zi bitta so'zni 20 tacha takrorlaydigan bo'lsangiz, 20 tacha qayerlardadir ko'radigan bo'lsangiz yoki ishlatadigan bo'lsangiz, bu so'z sizga tanish bo'lib qoladi va bu so'z sizga sizni aktiv lug'atingizga qo'shiladi. Bu fanda isbotlangan fakt. Va lug'at va grammatikani aktivlashtirish uchun ikkinchi texnika bu a short story. Ya'ni kichkinagina story tuzish. Har safar 4 ta 5 ta lug'at va grammatika o'rganganingizda o'shalarni bog'lab, kichkinagina story tuzib ko'rish va ularni xohlasangiz yozib olsangiz ham bo'ladi. Va uni keyin 4-5 marta o'qib, eslab qoling shu joyini, 4-5 marta qayta takrorlab bir xil narsani o'qishingiz kerak bo'ladi va uni keyin qaramasdan gapirib berishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ishoning, bu juda ham effektiv usuli. Ko'pchilik erinishi mumkin buni qilishga, lekin qilgan insonda lug'at va grammatika umuman esdan chiqmay qoladi. Bitta sinab ko'ring, keyin kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Sinab ko'rgandan keyin menda ishladi yoki menda ishlamadi deb. Men buni kutaman sizlardan. O'zim shu ishni qilganman va o'quvchilarimga ham maslahat berganman va ko'pchilikda bu narsa samarali bo'lgan. Chunki miyamiz ma'lumotlarga qaraganda hikoyalarni ko'proq eslab qoladi, ya'ni hikoyalarni ko'proq miyamiz eslab qoladi. Chunki bilasizmi, ko'pchilik paytda biz voqealarni qanaqa paytda qanaqa bo'lgani yoki tug'ilgan kunda kim kelgani yoki qanaqa artist qayerda konsert qo'ygani biz eslab qola olamiz. Chunki bu voqealar. Lug'atlarni biz shunga bog'lab eslab qoladigan bo'lsangiz, falonchi qayerdadir konsert qo'ygani haqida hikoya tuzib gapiradigan bo'lsangiz, bu so'zlar sizni miyangizga o'rnashib qoladi va har safar shu so'zni ishlatmoqchi bo'lganingizda hikoyaga bog'lanib kelaveradi. Bularni ishlatishingiz osonroq bo'ladi. Va oxirgi texnika, ishoning, buni qilgan odamda confidence ham, speaking ham bomba bo'ladi. O'ziga bo'lgan ishonchi ham oshadi. Gapirish stili ham ancha chiroyli bo'ladi. Chunki bu texnika videoga olish, ya'ni o'zingizni videoga rekord qilish. Videoda siz o'zingiz ko'ra olasizda qanaqa gapirganingizni, nimalarga e'tibor berishingiz kerakligini, o'ziga ishonch bilan gapiryapsizmi yoki qanaqadir sustroq gapiryapsizmi? Bu sizga tahlil qilishingizga yordam beradi. Xohlasangiz bir haftalik challenge qilishingiz mumkin. Bitta mavzu tanlaysiz va o'sha mavzu haqida 1 minut gapirasiz, to'xtamasdan gapirasiz. Videoga olganingizdan keyin o'sha narsani qayta ko'rasiz. Xato kamchiliklaringizni to'g'rilab yana gapirib ko'rasiz. Xohlasangiz agar Telegram va Instagramda meni tag qiladigan bo'lsangiz, profillarimni ko'rishingiz mumkin mana. Meni tag qiladigan bo'lsangiz, men ham sizni repost qilaman. Ya'ni xursand bo'lib, mana shu o'quvchi mana bunaqa challenge qilgan ekan deb men sizni ham qo'llab-quvvatlayman. Bu challenge-ni men 1 yil oldin o'quvchilarim bilan qilib ko'rgandim. Ya'ni bir haftalik speaking challenge qilganmiz. Videolarini mana bu yerlarda ko'rishingiz mumkin. Ishoninglar, umuman gapirmaydigan o'quvchilar bir hafta to'xtamasdan gapiradigan bo'lgan. Har kuni 1-2 soatlab gapiradigan bo'lgan va oxirida ishoninglar, buni ko'pchilik ishonmaydi bu narsaga. Yakshanba kunini belgilab biz 12 soat gapirish challenge-ni qilganmiz va 10 ta o'quvchim 12 soat gapirib, meni hayron qoldirgan to'g'risi. Ya'ni boshida 5 minutdan gapirib, biz bir hafta ichida uje 12 soat gapiradigan darajaga chiqqanmiz va u o'quvchilar ishonasizlarmi? O'zbekcha gapira olmay qolgan.
Ya'ni shunaqangi ko'p effekt bo'lganki, ular ingliz tilida yashashni boshlagan. Demak, speakingni oshirish uchun sizga juda ko'p narsalar kerak emas. Sizga to'g'ri yo'nalish kerak, sizga tizim kerak va siz bu narsani davomiy qila olishingiz kerak bo'ladi. Siz o'ylamang, masalan, xato qilsam ustimdan kulishadi, boshqalar meni ustimdan kuladi, xato qilishim kerak emas deb. Xato qilish bu tabiiy holat. Xato qilsangizgina o'sasiz. O'shaning uchun o'rtoqlar, miyadan u narsalarni ortiqcha narsalarni chiqarib tashlang. Grammatika, lug'at o'rganish deb yopishib yotavermang. Ular siz ham gapirsa bo'ladi, chunki gapirganda protsessni qo'shib ketish kerak bo'ladi shularni. Agar to'g'ri mindset bilan yondashadigan bo'lsangiz, Xudo xohlasa, 1 oy ichida siz speakingdan zo'r darajaga chiqqan bo'lasiz. Agar siz bu darslikni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, men sizga qoyil qolaman, chunki 99% insonlar bu joygacha ham kela olmagan bo'lardi. Demak, siz IELTSdan yuqori ball olishni rostdan ham xohlaysiz. Agar sizga bu dars ma'qul kelgan bo'lsa, bizning onlayn kursimiz sizga bundan ham katta qiymat bera oladi. Onlayn kursimizga qo'shilish uchun ham havolani pastda qoldiramiz.